Bugungi mavzumiz qora goji. Qora goji. Mana bu ko'chatimiz hosilga kirgan. Bugungi sana 17-iyun 2025-yil. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ana sizga ko'rsatmoqchi qora goji mevalari. Mana bugungi holati. Pishib qoldi o'sha mevasi. Mana bularni bitta-bittadan qo'l bilan terish kerak va quritish kerak. Mana buni chelakda qish payti ekkan edik. Bu menimcha 2 yashar goji bo'lsa kerak. Hammaga tavsiyam 2 tup shundan ekish kerak. Mana qarang, bu chiroyli mevasi. Buni juda ko'p shifobaxsh xususiyatlari bor. Endi buni aytsam endi vaqtim ancha-muncha ketadi, lekin qisqacha aytishim mumkin. Buni mevasini quritib, qurigandan keyin soya joyiga qurigandan keyin buni o'sha donalab bitta misol uchun 200 gram suvga bir 10 tasinaga ivitib qo'ysangiz agar, endi issiq holatda bo'lishi kerak. Endi bir 60 gradus, 70 gradus qaynagan ham emas. Biron soat qo'yib, uni rangi qanaqadir bir siyoh don rangga o'xshaydi, o'shani ichish kerak. 2 mahal ovqatdan oldin ichilsa, ancha-muncha narsaga foyda. Birinchidan immunitetni ko'taradi. Qandli diabetlar o'sha muammosi bo'lsa, o'shalarni nima qiladi. Keyin qarishalik jarayoni borku, o'shani sekinlashtiradi. Ya'ni tez qarishga qo'ymaydi. Shunaqa o'sha xususiyatlari bor. Antioksidantlar, minerallar va vitamin C ko'p bunda. Odamni genini yoshartiradi bu ancha. Saratonga qarshi kurashadi. Zreniyalari past bo'lganlar, xo'p, yana nima deyishim mumkin? Xullas, uni xususiyatlari ko'p. Haligi radiatsiya olgan bo'lsa, ximioterapiya olgan bo'lsa, o'shalarni organizmdan chiqaradi, antioksidantlar bor. Uni har doim iste'mol qilib tursa, ancha odamni yoshartiradi. Ancha kasallikka ham qarshi, ko'z zreniyasini ham yaxshiladi. Xullas, bu ma'lumotlar hammasi Google'da, Yandex'da bor. Rus tilida o'sha yozsangiz, misol uchun o'zbek tilida endi chiqadimi yo'q bilmadim, lekin rus tilida yozsangiz agar полезные свойства ягоды черного goji deb yozsangiz agar ancha-muncha ma'lumotlar chiqadi. Mana buni endi o'stiryapmiz. Endi buni o'sha ko'paytirish o'sha yo'lga o'sha qo'yapmiz sekin-sekin. Xudo xohlasa buni ham endi o'sha oz miqdorda ko'chatlari ham chiqadi. Ana shunaqa qora gojilarni sizlarga ham, o'sha xonadonlaringizga ham 2 tup tavsiya beraman ekishga. Juda ham nihoyatda zo'r narsa ekan, ancha shifobaxsh. Ana antibiotiklarni ichishdan ko'ra, antibiotik qon tomiriga o'sha vnutroveni olgandan ko'ra, mana shularni iste'mol qilsangiz agar juda ham bir Xitoyning bir zo'r narsasi ekan, qursa. Uni mevasi ham qimmat ekanda, kilosi quritilgani shu $50, $60 ekan, lekin O'zbekistonda buni mevasi qorasi menimcha adashmasam hali yo'q, lekin ayrim odamlarga bor shu narsa. Mana qarang, juda bir ser hosil, birinchi yil hosili mana. Shuna buraga sanasa bir 30 ta bo'lishi yerni o'ziga. Mana bu yo'laridan bor. Zo'r narsa. Hammaga shunaqa narsalarni tavsiya beraman ekishga. Kimgadir ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha ma'lumotni ham beramiz. Ekish agrotexnikasi ham tushuntirishim mumkin. Hozircha shu. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar.